Assalomu alaykum akalar. Bugun obzorimizda Audi Q7 mashinasi. Akalar, mashinamiz 2006-yil ishlab chiqarilgan. 4.2 motor, akalar. Motori probegi 236 ming, motori, ходовой, korobkasi, elektronikasi, pnevmasi ideal holatda. Mashinamiz polniy almatada Audi servisida obslujirat qilingan. Hattoki kolodkalargacha original yangi turibdi. 4 ta balonni qishki ballonlar taqib qo'yilgan. Akkumulyatorlari ham yangi. Mashinamizga juda ham ko'p pul xarajat qilingan. Narxini ham sira aytib qo'yaveraman. Narxi atiga 11.100 AQSh dollari. Mashinani bitta ko'ramiz. Audi Q7 qora rangda. Mashinamizning aytganimdek ballonlari yangi, faralarini yangi taqib qo'yishgan, tumankalar yangi turibdi, broneplyonkalar qilib qo'yishgan faralarning holatini qaranglar, tinuvligini. Xo'p, mashinamiz zo'r, mashinamiz bezlyuk. Okeylar, bunaqalarning narxi 15 ming, 16 ming dollar, 11 ming, 12 ming bilan solishtirmaylar. Orqa rakursini ham bitta ko'ramiz. Orqa rakurslari ham juda ham chiroyli. Двойной выхлопной sistema. Mashinamiz 7-mesli, ya'ni bagajda 3-qatori ham bor. Bagajlari elektronli, o'zi ochilib, o'zi yopiladi. Knopkalari, elektronikalar hamma yoq ishlayapti. Orqa eshiklarda shtorkalargacha bor. Oldida sidenamizda perforatsiya mavjud. Полностью elektropaket, changer, klimat kontrol, konditsioner pechkalargacha ishlaydi. Pnevmopodveska, sport rejim, start stop elektronli, avtomat korobka, elektronli rul, полный круиз kontrol, o'zini monitori, двухэтапный память sideniy, stiklopodъемniklar, bokovlarni boshqaradigan rejimlar, детский rejimlar, juda ham navorot ko'p xullas mashinamiz juda ham keng. Okalar, narxi atiga 11.100 AQSh dollar. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Arzon marka xizmat qiladi. Audi Q7.